Havolar isidi deguncha hammada rul og'ir bo'lib qoldi muammosi uchrab turadi. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, sizni rulingiz nimaga og'ir bo'lib qolyapti turganini to'liq ma'lumot bilan aytib o'taman. Men sizga bu muammoni aytguncha, siz videoga bitta like bosib, bu videoni sahifangizga olib qo'ying, bir kun kerak bo'lib qolishi mumkin va sizni mashinangiz qanaqa va mashinangizdagi muammoni to'liq kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda sizni muammongizni olib chiqamiz. Rul og'ir bo'lib qolish muammosi o'zi aslida vtulkadan bo'ladi. Juda ko'pchilik akalarimiz xato qilganda aynan shu vtulkani remont qilib yuboriladi. Ya'ni ichiga mana bunaqa plastmassa suxaridan qilinadi. Bu suxari havoni issig'iga ishib ketib, rulni og'irlashtiradi. Agar sizda ham rulingiz shunaqa og'ir bo'lib turgan bo'lsa, aynan shu vtulkasini yechtirib, ichini kengaytirib yuborilsa, sizlarda bo'layotgan turgan muammo yo'qoladi. Bu vtulkalar aynan issiq havolarda sizga muammo ko'rsatadi. Bunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun profilimizga obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting.